Bugun sizlar bilan yana bir eng ko'p ota-onalarni qiynaydigan mavzu bu sog'likdanmi yoki bironta bir kasallik alomatimi deb o'ylaydigan mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni bola kechqurun tez uyg'onishi yoki kech uyquga yotishi. Buning sababini ko'p ota-onalar tushunishmaydi yokida bironta bir kasallikka yo'yishadi. Lekin bilishmaydiki, oddiy holat ham fiziologiyada ham bu narsa oddiy holat va sog'lomlik belgisi hisoblanadi. Ya'ni qanaqa holatda? Bundan oldin o'zimni tanishtirib o'taman. Yangi kelgan obunachilarimiz uchun men vrach-pediatr Bekmurod Bezuz Asliddin, 7 yillik tajribaga ega pediatrman va shu payt ichida 100 ta va 1000 tadan ortiq bolalarni ko'rgan bo'lsam, ularni asosan muammosi kechqurun uyg'onishi, kechqurun turishidagi asosiy muammo 1 yosh, 2 yosh orasida, ya'ni sutdan ovqatga o'tadigan paytda ko'p uchraydi. Ya'ni bilamiz, sut oshqozonimizda 2 soatda hazm bo'ladi. Ovqatlar bo'ladigan bo'lsa, yengil ovqatlar, xamirli ovqatlar sekin-sekin o'tishimizga qarab 4 soat, 6 soatda oshqozonimizda hazm bo'ladi. Va bola oshqozoni emishda, sut ichayotganda juda ham tez och qolganligini hisobiga yangi ovqatlanish rejimiga o'tayotganda kechqurun uyqu buzilishlari kuzatilib turadi. Ikkinchi, ya'ni e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan narsa xonaning issiq sovuqligi. Bu holat ham bolada komfort hissini uyg'otmaydi va kechqurun turishiga sabab bo'ladi. Bolada kunduzgi uyquning ko'pligi kechki uyquni muvozanatdan o'z-o'zidan buzadi. Bu ham funksional holat va hech qanaqa davo talab qilinmaydigan holat hisobiga o'tadi. Kamdan kam holatlarda bolada temir yetishmovchiligi, ya'ni anemiyada bola uyqusi buzilishi mumkin. Agarda sizni bolangiz 3 oygacha bo'ladigan bo'lsa, kechqurungi uyqusi buzilayotgan va bola o'zini orqaga tashlab yig'layotgan, aynan kechki paytga borib yig'i bilan bo'layotgan bo'lsa, unda vrach neopatolog yoki vrach pediatrga murojaat qilishingiz kerak. Agar bola 1-2 yosh orasida va sizda uyqu buzilishi tez bo'lib turadigan bo'lsa, unda siz uyqusida normasini tekshirib ko'ring. Balki xona harorati juda ham issiq, sovuq bo'layotgan bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p bolada ovqat ochlik hissi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Temir tanqisliklari bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yana suv talab qilishi, chanqoq hissi bo'lishi mumkin. Shu kabi sabablarni o'zingiz tomonidan bekor qilgandan keyin vrach pediatrga murojaat qilishingizni so'rab qolardim. Agar sizlarga ham shunaqa qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Sizlarga bu haqida bo'lishib boraman.